Ko'taring aka. Maşallah. Mana qo'ydi qarangda. O jonivor. Taroz haqiqiy tutiladi ekan. 81 kilo. Akalar, Chegam sasam. shut qarang. Haqiqiy ishqivoziga sotiladi. Yana garbonosini qarang, bu quloq tashlashlarini qarang. Quloqlari ham 20 osh chiqmasa kerak. 20. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, chorva qo'yish qozlar. Va mana bunday toza nasldor, yirik yetuk bo'g'oz so'lig'ish qozlar. Qadrli obunachilar, videoni o'tkazmang. Oxircha ko'rib turing. 10 minut, 5 minut vaqtingiz yetadi, lekin qo'yiladi haqiqiy velikanlardan, zo'rlardan eng asosiysi esa Qirg'izistonda qo'chqor so'liq puli yengil, o'zi katta. Qisqasi akalar yaxshilardan kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib turing, xudo xohlasa sizlarga mana bunaqa o'ta ham noyoblardan, toza arashan sorlardan obzor qilib chiqaveramiz. Mana bunaqa ichida o'ta ham sho'xlardan bor. Akalar, bu qo'ylarimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'sha har doimgidek arzonchilar Optomishlar qishlog'i akalar. O'zimda amakam Ravshan akamni qo'ylar. Ravshan aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Zo'ymisiz? Yaxshimi? Xudo xohlasa chiroyli obzor qilib beramiz aka. Necha partiya qo'y chiqadi? 3 partiya qo'y chiqadi. 3 partiya, hop. Birinchi partiyaga bo'g'oz qo'yamiz 10 dona soni. Hop. Oldi bir haftada tug'adi. Oldi bir haftada tug'adi. Xo'sh, hammasi bir maketdan tug'uradi. Gap yo'q. 3 partiya qo'y chiqadi. Birinchi partiyaga sovliq. Ikki partiya qo'y chiqadi. Ana bolalardan ham bor. Akalar, qo'chqorlarni ham video davomida qilib qo'yib ketdik. Oxirigacha ko'rib turing, xudo xohlasa bor ma'lumotini qo'ldan kelgancha olib beramiz. Akalar, video qilsa kommentariy yozganlar bo'ldi. Tez narxini ayting degan bo'ldi akalar. Buni narxini tez aytib qo'yib, videoni qisqa qilib qo'ysak akalar, ma'lumotini bermaysan deganlar ham bo'lyapti. Akalar, to'g'ri tushunasizlar. Qo'ldan kelgancha sizlarni ishlarni bitirish uchun tez ma'lumotini berib, narxini ham tez chiqaraveramiz. Xo'p, soni 10 dona Ravshan aka bo'ladi. Qo'ylarni qaranglar akalar. Haqiqiy qorilli, yirik qo'ylar ekan jonivorlar. Yoshlari qanaqa aka? Yo'q hali. Hop, 2 tish, 4 tish, 6 tish. Ichida bittami 8 tishi bor. Bittami 8 tishi bor. Asosan birinchi, ikkinchi qorin ekanda. Qo'ylarni qaranglar akalar. Yirigidan zo'rini olaman degan akalarimiz aloqa olib turaverasizlar. Narxini chiroyli qilib qo'yib beradilar. Buni qo'ylar ham akalar o'ta ham yirik qo'y ekan mana shu. O tagi ham naqa akalar. Egizak deb bergan. Lekin qorin ham ikki tomonga tashlab qolibdi akalar mana shu qo'y ham. Yaxshi narsalar ekan. Xudo xohlasa olgodan umuman ziyon qilmaydi, puliga pul qo'shadi. Yaxshi daromad qilsa bo'ladi degan narsa. Bu sariq ham o'ta zo'r ekan jonivor. Mana oq ekitishmi aka, bodom gul. Ha, u ekitish. Nah bo'g'oz u ham. Ha, bo'g'oz. Qo'ydi qaranglar, dumbar azrida kelishgan. Yirik, bo'yi ham 85 plus chiqaradi. Hop, aka, yoshini aytdi, yebichlari qanaqa, sog'ligi qanaqa qo'yiladi? Zavod, xudo xohlasa uyaltirmaydi. Xudo xohlasa yebichidan kamchiligi yo'q. Olga odam chiroyli bog' bersa, yemini ovqatni bersa bo'ldi. Ha, ovqat olib bersa bo'ladi. Gap yo'q. Bo'ybasi nima deymiz aka ularni? 80 plus, 85 plus ham bor ichida. 80 da pastda qo'y yo'q uning ichida. 80 plus yurras. Akalar, realni tepasiga kelib ko'rib oling, imkon bo'lsa, chunki 85 ko'p ekan akalar. Mana shu ham 85 dan kam kelmaydi. Uni oqam kam kelmaydi akalar. Mana bu bodom gul deganimiz akalar, bu 85 plus akalar. Hammasi bir-biridan zo'r, yirik qo'ylar ekan. Shu qo'yni velikanni olaman degan odam aloqa qilib turasizmi? Kallani qarang. Egizakli bergan qo'y, qorinni qarang. O'sha ko'rsating aka. Jonivorlarni qarang. Akalar, qo'ylar ozgina sho'xlik qilyapti, chunki sharoit yo'qligi uchun akalar qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli yoritib beramiz. Ana akalar, o'sha egizak degan qo'yim, misol umumiy ko'rishni ko'rsatamiz. Bu jonivorlarni qaranglar. Boshqacha narsalar ekan, xudo xohlasa. Zo'r yirigini olaman degan akalarimiz aloqa qilib turasizlar. Mana akalar, egizak degan qorinni qarang. Ikki tomonga tashlagan. Bu yoqda ham qorin bor, yilini ko'rsatadi. O yilini qarang akalar. To'rtta yilini bor ekan jonivorda. Beragan joy. Mana qorin tarafini qarang. Ikkala tomonga ham qorin tashlagan. Jonivorning yoshini ko'rsatib o'tamizmi aka? 4 tish ekan-a? 4 tishmi? 6 ta o'tyapti. 4 tishdan 6 taga o'tyapti turgan. Xo'p. Bir hafta mashq qo'y. Gap yo'q aka, qo'y zo'r xudo xohlasa. Aka, buni narxini nima deymiz? Islomjon buni oldi qo'shib qilmaylik. Hop. Bomba video qilamiz. Aka, chiroyli qilib, yengil qilib qo'yib bering. 7 dan. Yo'q, unaqa narx yo'q, o'tib ketdi aka. Bo'ldi, videoni cho'zmaylik 6,5 milliondan bir joyga bir 6 million 500 ming so'mdan o'tib ham berasiz, telefon qilsa sunnatiga aka. Ozgina olib beraman. Haylik o'tib berasiz. Toshkentgacha yetkazib olib beraman. Gap yo'q. Alohida olib turasizlar akalar. 6,5 million so'mdan. Nima ichidan terib olaman desa, 7 ming ortiq qo'ylarim ko'p. 7 million desa, bir joyga olishadi xudo xohlasa akalar. Bir joyga olib qo'ying mana.
65 millionga ketaveradi 10 donasi. Janivarda. Mana qo'ylar bor akalar 7,5 millionga hech qayerda bermaydi. Mana oq qo'y bor akalar. 4 dan 5 da bor akalar so'zi 6,5 millionga. Endi optim bo'lsangiz o'sha narxda ketaveradi. O'sha kichkina qo'yni pulida. Qo'yni qarang. Yaxshi narsalar ekan. Aka keyingi partiyangizga to'ramiz-a? Obunachilar ikkinchi partiyamizga mana bundaqa zot yo'nalishiga deysizmi, go'sht yo'nalishiga deysizmi, boqqani ehsonga hamma tomonlama akalar sizlarni xursand qilib mana bunaqa zotni yuborib yuboradiganlardan kelgan. Qo'chqorda o'sha liderlar kelgan akalar. Ayda bayda yo'g'idan. Bugun arzon ishlarni ham sindiramiz xotin narxini akalar. Videoni oxiriga ko'rib turing, mana bunaqa oq yuz afg'onlardan ham bor ekan ichida jonivorlar. Haqiqiy boshqachalar. Roshan aka qayda qo'yib bu? Qozog'mi, qirg'izmi? Bular bizdan bir kishini uyidan oldi bu qo'ylarni. Hop, Qirg'izistonga berishdi. Qirg'izistonga berishdi. Bu jonivorni qarang akalar. Haqiqiy qirg'izni qo'y, haqiqiy mana shunaqa gigant, velikan bo'ladi. Taroziga ham qo'yib beraman dedingiz-a? Taroziga ham o'lchab ko'rsatib beraveramiz. Taroziga ham qo'yib beraveramiz jonivorlar. Qo'ylarni qarang akalar, bir joyga to'plab olib, o'ta ham boshqacha, haqiqiy hozir ham mehmoningizni chiroyli o'tkazib beradi. Kelajakda boqib turib, sotsangiz ham xudo xohlasa siz yaxshigina daromad chiqadi. Mana Qo'chqor izlab yurgan akalarimizga keldi. Oq yuzni qarang, afg'onni. O'sha 5000 4000 dollarlik qo'y ham mashina ichiga ketadi, mana jonivorni qarang. Mashalloh, qo'yni qarang. Hech qayerda yo'g'idan, ayda bayda yo'g'idan. Haqiqiy zo'ridan. Urib ko'p to'g'risi. Gap yo'q. Aka soni nechta? Son 16 dona. Oh, mana qo'y garbonosini qarang. Ash qo'y dushang aka, sariq dushang. Qaysi? Ash yondan ash dushang ya. Garbonos o'ta ham boshqacha ekan jonivorni. Akalar, mana qo'yni qaranglar. Jonivorni. Bu garbonosni qarang. Mashalloh akalar. Qo'yni qarang, haqiqiy zo'r ekan. Qo'zi hali. Jon qo'zi. 80 pilis chiqaradi aka bo'ylari. 80 oshida xulosa qo'ydi. 80 pilis. Akalar, hammasi garbonosli qo'y ekan. Mana qo'zini ham mana. Mana qo'yni qaranglar. O garbonos. O'ta ham go'zaldan ekan haqiqiy. Mana afg'onni qaranglar. Mana shu afg'on ushlab qo'ydi. Ash afg'onni ham bitta ushlab ko'rsating aka. Unda qo'ydi, vallah dollarga qo'yyapti. Shunga aytaman aka 3000 to'ladim 4000 dollarni qo'yam shuni ichida ketadi. Mana qo'yni qarang. Toza oq yuz. Qo'zim aka bu? Qarab ko'raylik. Qo'zi jonivor. Haqiqiy zo'r ekan. Dumba razrezlari-chi? O'ta zo'r. Mana aka, haqiqiy afg'onni tozasini olib zot qilaman degan akalarimiz Alloh qilib turaverasizlar. Qo'yni o'zini sharoit yo'qligi uchun akalar qanaqa ko'ryapti bilmadim. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib oling. Qo'yni qarang. Allohga qilaylik aka. Bu qo'yni ajratsangizmi? Mana akalar jonivor. Haqiqiy zo'r. Ish quvvatiga sotiladi bu. O qo'yni qarang. Jonivor, haqiqiy zo'r ekan. Uzunligi o'ta uzun, mana turishni qarang. Afg'onda haqiqiy zo'r mana. Videosi ham bor, agar tashlab bersa tashlab beraveraman. Mashalloh, qo'yni qarang. Havas qilganlar, niyat qilganlar bo'lsa Alloh qilib turasizlar. Xo'p, aka, bularni optimda bir joyga narxini nima deymiz? Taroziga ham ko'rsatib qo'yamizmi aka? Farqi yo'q, taroziga qo'y. Bitta taroziga ham aka bir ikkita, bitta katta, bitta kichkinasini qilib tortaylikchi. Bo'ldi, taroz. Xo'p, akalar mana vanna tog'aramizni tortadigan bo'ldik. Mana qo'yni qarang. Eligini qarang. Tara. 0 bosib qo'ying aka. Tarani bosib qo'ying. Ha, 0 bo'ldi. Xudo xolosini chiqarib beramiz sizlarga. Xo'p, akalar mana bir dona kattasidan ushladik, birinchisiga, keyingisiga akalar kichkinasidan ushlaymiz. Endi hammasini Hashaga mashq qo'y. Xo'p, ertalashar ekan. Hozirgi soat akalar 15:40. Ha, asrdan keyin shomga yaqin hashaga edi mashq qo'y. Gap yo'q. Bo'ldi, mana hozir. Tortalik aka, realniy bo'lsa mana. Akalar 0 turibdi. Jonivor. Ko'taring aka. Mashalloh. Mana. Qo'yni qaranglar. O, jonivor. Taroz haqiqiy tutlatadi. 81 kilo. Akalar? Chegam 82 kilo. 82 kilo pashti. 80 pilis ekanda aka bu. Xo'p akalar, bir dona endi kichkinasini ushlaymiz. Hozir kattasini ushladik akalar. 81 kilo chiqdi. Ha, jonivor. Ehtiyot aka sekin. Qo'ylar akalar ozgina sho'g'liq qilyapti. Ikki sharang epilyapti jonivorlar. Haqiqiy polvon qo'ylar ekan jonivorlar. Qo'yni qarang. Jonivordi. Sekin aka, sekin. Mana haqqoniy bo'lsa akalar tarozimiz mana 0 da turibdi tarida. Qo'yavering aka. Ehtiyot bo'ling. Jonivor. Shu eng kichkinasi ham 81 kilo, 81 kilo pilis chiqyapti akalar. Pashta bir xil ekan aka. Bu mashq qo'ydi. 80 kilo kelmaydi o'yladim. Yo'q. Ha, aka zo'r ekan qo'ylar. Qo'ydimda tushirdim.
qo'yib yuboring. Videoda katta qo'y kichkina ko'rinadi, kichkina qo'y katta ko'rinadi akalar. Qo'yni qarang. Zotga boqaman desangiz ham haqiqiy toza ekan qo'y. Qo'yavering aka. Islomda karab 75 kilo, 80 kilo, 80 kilo oshig'i ham bor buning ichida. Aka 80 kiloga olish olsin-da, quyuq suyug'ini. Olish olsin. Gap yo'q. Nech puldan beramiz endi? Islomjon, Tortib olasizlar. agar mashaga kelib tortib olaman deyishsa, 80 mingdan qo'yib beraman. 80 ming so'mdan. Ha. Bir joyga olasiz. Gap yo'q. 80 ming so'mdan bir joyga olisda tortib beraverasiz. Ha, 80 mingdan tortib beraveraman. Gap yo'q. Son necha dedingiz aka? Son necha? 16 dona. Soni 16 dona. Agar ikkinchi partiya qo'chqorimiz. Aloqa qilib turaverasizlar akalar. 80 ming so'mdan. Bu 85 kilo ham chiqarsa kerak, Januar oy. Katta ekan aka, haqiqiy qo'y. Xohlasa qo'ylar. Yukidor qo'y ekan. Like-ni bosib obuna bo'lib turaverasizlar akalar. Yangi kuzatuvchilar obuna bo'lishni unutmang. Biz keyingi partiyani o'tkazib turamiz. Januarda. Zo'r aka. Yoqqani bu aloqaga chiqarasiz aka, biz keyingi partiyani o'tkazamiz. O buni narxi Ro'shan aka? Buni narxida islomda aytib o'tish hozir xayollar ko'tarildi. Hop. 6,5 million so'mdan bo'lsa, 6,5 million so'mdan. bir joyga olsa yetkazib olib borib beraman. 6,5 million so'mdan bir joyga. Unda qo'ylar talla olaman desa bermayman. Gap yo'q. Plus minusi bor kerak. Telefon qo'lsa ish bitadi aka, korot. Ha, ish bitadi. Gap yo'q. Agar aloqa qilib turarasiz 6,5 million so'mdan. Afg'onni olaman desa, balandroq o'zini olaman desa. Qancha afg'onni o'zi aka, shu afg'onni o'zini olaman degan akalarimizga. Uni o'zi Tozasini olaman. Endi chiqaraman dedim. Yo'q aka, mashtachi ichida ketdim. bitta olaman degan akamiz chiroyli daromad qilyapsizlar, zotga boqadilar. 7,5 ga beraman. 7,5 million so'm. Oxirgi narx, ha? Gap yo'q. Aloqa qilaverasizlar akalar. Inshaalloh dollarga chiqaryapti. Endi 1000 dollar qo'yaverasiz deb turdim aka. Agar shular ichida ketadi desa ketaveradi. Like-ni bosib obuna bo'lib qo'rasizlar akalar, ketdi shu ham o'shaning ichidan qo'ylarimiz. Sizlar Hop, agar maydonlardan olaman deysa, pul qo'yaveradi. pul arzonrog'idan. Ha, mana yerda bor. Nechta aka beda soni? Bu yerda 6 dona. Bu yerda ham 6 dona. Ha, bundan ham maydonrog'ini olaman desa yana bor. Bu mayda emas aka. Bu endi Endi bu qo'yga qaraganda pastroq. bunga qaraganda pastroq. Ha. Bundan pastrog'i ham bor. Ya bu narx qanaqa aka? Nechta aka soni? 6 dona aka. Ular 5,5 dan bo'lsa yetkazib borgan. 5 million 500 ming so'mdan bir joyga. 4,5 milliondan ham pochqalarimiz bor. Gap yo'q. Endi videoni cho'zish kerak yo'q. Yaxshi narsa olaman desangiz aloqa bo'lavering aka, ishingiz bitadi. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib oling. 5,5 million so'mdan ketavergan bir joyga. Inshaalloh, akalar mana qo'zini qarang. Toza garbonoslik, toza oq yuz, arashan qo'shqor. Quloqlarini qarang, quloq tashashin. Buni bitta ukasi ham bor ekan akalar mana. Qo'ydi qaranglar. Iligi baquvvat, uzunligi haqiqiy uzun ekan. Mo' qaranglar akalar. Bolasi qo'chqor ekan buni, Roshan aka. Turishni qarang. Haqiqiy ishqivoziga sotiladi. Endi garbonosini qarang, bu quloq tashashlarini qarang. Quloqlari ham 20 osh chiqsa kerak. 20 ga beravering aka, tishini ochib qo'ying. Tishi ham Islomjon 4 ta. 4 tish. Januar. Qo'ydi qaranglar. Qo'zini qaranglar akalar. Zo'rini ishqivoz aloqa qilib turaverasizlar akalar. Dumbar azri sifatiga haqiqiy hamma tomonlama kelaverar ekan. Onasi ham yirik narsa aka. Aka onasini nima deymiz bo'yini? 80-85 kelib qoladi. To'g'ri novvat rang, tilla rang aka onasi ham. Ulashni boshladi. Bolasi oq yuz. Akalar, yaxshi narsa aka. Narx qo'yishadi, qo'ldan kelgancha arzonroq qilib qo'yib berishadi. Bilgan odamga arzon, bilmaganga qimmat. 80 osh chiqib bo'ladi. 80 osh bu. Gap yo'q. Iligi baquvvat, bolani qarang. Zo'r aka haqiqiy. Uzunligini qarang. Haqiqiy ishqivoz aka, tushungan odam bo'lsa, chiroyli baraka topadi. Imkon bo'lsa dehqon olsin, qo'yib qarang. Bu savdogar olsa ham, bozorga olib chiqsa ham foydasi chiroyli bo'ladi aka. Narxi necha pul buni? Narxini Bu degan aytib qo'ygan. 11 million yetkazib borgan. 11 million so'mga. 11 millionga akalar aloqa qilib turaverasiz. Kimga ma'qul kelsa chiqarib beraveradi. Dastlabkasichi aka? Dastlabkasi Toshkentgacha. Toshkentgacha. Qo'zini qarang. O'ta uzun qo'zi. Zo'r aka haqiqiy. Xo'p, aka endi bunisi-chi bunisi? Bunisi qulay. Xo'p, bolasi nima aka buni? Buniki sovliq. Buniki sovliq, buniki qo'chqor. Buniki qo'chqor. Buniki sovliq ekan, buni qo'ydi qarang. Qo'li o'ta uzun. Kashtan qo'zi ekan jonivar. Toza yiltir sinjun. Qo'zini qarang, onasini yilini qarang akalar. Haqiqiy bolani chiroyli boqar ekan. Bu nechinchi bolasi aka bu? Bu 3-bolasi. 3-bolasi. 6 tish qo'y. 6 tish qo'y. Bu ham 80 ga beraversa bo'yini. 80 keladi. Gap yo'q. Puli bo'g'oz narxida bo'ladimi? Bo'g'ozdan arzon. Bo'g'ozdan arzon bo'ladi, gap yo'q.
Hop, bunun narxi necha pul aka? 7 ga o'tib beraman. Necha pul o'tib berasiz? 8 ming o'tib beraman. 6,5 ming beravering aka. 6,5 mingda. Bo'g'oz qo'ygan hozir 7 million bo'lyapti. Shunaqada aka. Shunaqa, lekin siz arzon qo'yib bering. Kelishtirib o'tib 300 bering. ming o'tib beraman. 300 ming so'm. 6 million 700 ming so'mga. 700 ming so'mga. Oxirgi narximi o'tib beradigan joyi bormi? Telefon qilishasan hozir. 6 million 7 mana qo'ydik, qimmat deganlarga endi qo'y bilan qo'ydik, farqi ham bo'ladi. farqi bor akalar. Haliga Tushungan odam aka tushib olaveradi. Siz bir aytgan bilan bu negativ bo'ladi aka, hamma. bizlar mana qo'ydik. Bu bilmagan odam 5 million narx aytgan-da. 15 million narx aytgan. Mana. Unday paytda 1 soat turib olganmiz. Bu 11 million so'm. Bunisi 6 million 700 ming. Dastlabki Toshkentga chiqib beradi. Toshkentga jasabkasi ichida. Like-ni bosib obuna aloqa chiqarasizlar bu oxiri Agar paytda. ikkosini bir joyga olaman deysa, yengil raqam qiladi. Gap yo'q. Aloqa qilib turasizlar akalar. Zo'rini ishqibot aloqa chiqarsin. Haqiqiy qo'ylar chiroyli narsa ekan. Sifatiga hamma tomonlama kelaverar ekan. Qimmat deydiganlar akalar. Qimmat deb o'tib ketasizlar. Pul yengil, arzon joydan akalar mana keldi. 11 million so'mga akalar. 15 million 1000 dollar sotilyapti turgan qo'y 11 million qo'yilyapti akalar. Bu qulog'i 20 sm, garbonoslik, bolasi toza narsa. Yomon narsa emas. 6 million 700 ming so'm, 7,5 million 8 million sotilyapti turgan ona bola qo'y. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarsa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xotini o'zingizdan chiqmasin.